Bundan 2 hafta oldin bitta video qo'ygandim. Urgut bozor arzon deb. Bugun bozor Sanjoli kommentariylarda o'qib o'zim hayron qoldim. Urgut bozori qimmat, noinsof, yana burrak tapchiqlar olib chiqib sotibdi deb yozilgan. Kommentariyaga yozganlarga burrak tapchigani shu 10 ming so'm burrak bo'lsa ham kimdir olishga imkoniyati bo'ladi. Kimdir o'sha 10 ming so'm pulga olishga ham imkoniyati bo'lmaydi. Urgut bozorchilik insofsiz deganlarga optim bilan dona juda ham katta farq qiladi. Chunki optimga pachka olinadi, arzonroq, razmer buzilmaydi. Donaga foyda qo'ymasa sotib bo'lmaydi chunki bozorda rasxoti bor, arenda puli bor. Yegan ichganlar bor, xo'sh, nima desam, patenti, yer soliq, nalog degan narsalar bor. Zar qadrini zargar bilgandek, bozor qadrini, bozor rasxotini bozorchilar biladi. Siz yana o'z fikringizni kommentariyaga qoldiringlar. Hamma narsani ham o'zini hisob-kitob bor. Har joyda ham qilmang orzu, har joyda ham bordir tosh tarozi degan. Bu o'zlaring bilasizlar.